Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Xabaringiz bor, 2026-yil 1-yanvardan boshlab soliq qonunchiligiga bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Shu jumladan tadbirkorlik subyektining soliqdan qarzini uning debitoridan undirish amaliyoti joriy qilinmoqda. Xo'p, keling buni qisqacha ko'rib chiqamiz, qanday tartibda ishlaydi. Sizning soliqdan qarzdorligingiz yuzaga kelganda va soliqlarni to'lash uchun sizning bank hisob raqamingizda yetarli mablag' mavjud bo'lmagan holatda siz soliq organiga sizning soliq oldidagi qarzingizni sizga qarzdor kompaniya, ya'ni sizning debitoringizdan undirish bo'yicha murojaat yo'llashingiz mumkin. Ushbu murojaatga o'sha debitor bilan tuzilgan bir tomonlama yoki ikki tomonlama imzolangan solishtirma dalolatnomani ilova qilasiz. Soliq organi o'z o'rnida sizning murojaatingizni qabul qiladi va 3 ish kunidan kechiktirmay sizga qarzdor kompaniyaga so'rovnoma yuboradi. Sizga qarzdor bo'lgan kompaniya ushbu ma'lumotni olgandan keyin 10 ish kuni ichida yoki o'z qarzini tan olganligi yoki qarzdorlikni mavjud emasligini tasdiqlovchi hujjatlarni biriktirgan holda demak ushbu murojaatga rad javobini yo'llaydi. Agar sizga qarzdor kompaniya tomonidan 10 ish kuni ichida soliq organining murojaatiga hech qanday javob berilmasa, bunda sizga qarzdor kompaniya o'z qarzini tan olgan deb qaraladi va soliq organi sizning debitor kompaniyangizning bank hisob varaqlariga inkassa topshiriqnomasi yuboradi. Bu esa demak bu yerda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan summa faqat debitoringizdan sizning soliq summangiz, ya'ni soliqdan qarzdorlik mavjud bo'lgan summa miqdoridagi pul mablag'i yechib olinadi. Bunday norma eski tahrirdagi soliq kodeksimizning 64-moddasida ham bor edi. Bu yangi tahrirdagi soliq kodeksining 121-moddasiga kiritildi. Bu narsani amaliyotda bemalol ishlatishingiz mumkin. Aytgancha, bundan tashqari qarzdorlardan, sizga qarzdor kompaniyalardan qarzlarni undirishning boshqa yo'llari ham mavjud. Bu haqida keyingi videolarimizda ma'lumot berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling.